Assalomu alaykum. Hayronlar qilib bo'lsin. Assalomu alaykum. Hamma o'tiribsiz, zo'rmisiz? Necha yillik endi? 42 yillik do'stlar bilan diydor uchrashuv oqshom muborak bo'lsin hammalaringizga. Degani odam yo'q ekan o'zi. Hammasi tanishar kerak. Ko'rganimizda xursandmiz. Bizning bitta sanamiz bor. Tabrigimiz bor. Tabrikni yozib bersangizlar tabriklab ketsa. Eng avval sizlarni tabriklayman. Hammalaringiz sog' salomat ko'rishib turganlaringizdan va ko'rganimizdan bag'oyat xursandman. Eng zo'ri do'stlar bilan o'tgan umr qiyomatda ham bir daqiqa so'roq bo'lmas ekan. Bu umrga kirmas ekan. Aytib turgan. Shu bugun 70 yosh bergan bo'lsa sizga do'stlar bilan bugun 71 ham bo'ladi o'zi. Hisob bo'lmaydi-da shu hisob. Bugungi shu oqshom muborak bo'lsin. Ijozat bersangizlar bitta tabrikim bor. Bu tabrikni bizning qadrdon bir sinfdoshimiz yo'llagan. Sizlar oralaringizda bor mana shu inson. Ijozat bersangizlar men bitta qarshi shart tursangizlar, ro'ziga ham taklif qilsam. Do'stlar bilan diydor oqshomi muborak bo'lsin. Sizni nechta farzandingiz bor o'zi? Bitta qizingiz bor. Bitta qizingizda sovg'a bor. Shahridan kelyapti. Bugun Shukrona kun do'stlar bilan oqshom diydor oqshomi muborak bo'lsin. Sizga yolg'iz qizingiz Hafizaxondan sog'inchli salom sovg'alarni berishni iltimosingizlar. Shuni berib ketamiz. Hurmatli onajonim, azizim, munisim, bugun do'stlar bilan diydor kuningiz muborak bo'lsin. Dunyo turguncha turing mehribonim, barcha ezgu tilaklarim siz uchun va sizni qadrdon do'stlaringiz uchun. Siz men uchun dunyodagi eng mukammal ayolsiz. Siz bizlar uchun yoshligini, umrini, chiroyini bergan va mana shu farzandlarga bor mehrini bergan ayolsiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Hali aytadigan gaplarim bor. Boshlanishiga debdi, bu hali boshlanishiga mana yozganlarni o'qib beryapman boshlanishiga. Demak, boshlanishiga Mamadiyarov Shoymurod bog' bilan Toshbatirov Ro'zigiliyaga mana 5 kunlik zomin dam sanatoriyasiga bugungi bayram munosabatida sizga sovg'a bor. Maslahat qabul qilasiz. Yakka yolg'iz qizingiz Hafizaxon va kuyovingiz Otabekjondan. Har qarsaginlarni aytasiz. Shodliklarim sinmay ketar xonamga, bolam deya kirib kelsa xonamga, farishtalar o'xshar derdim onamga, farishtalar o'xshar meni onamga. Donolardan o'tadigan zehni bor, dunyolardan o'tadigan mehri bor, allasidan o'zgacha bir sehri bor, farishtalar o'xshar meni onamga. Hafizaxon muborak bo'lsin. Sizlarga hammangiz tabriklaymiz. Men maza o'tirib olasiz, sog' bo'lasiz.